Töt etraf nurga to'ldi. Zafer bayrog'i qumning har tarafida lapildidi. Bayrog'ini begimiz ko'targan Xo'ja Niyoz hoji qo'mondonlik qilgan Pilalliq qissasining xabari nihoyat tezla atrofdagi yurtlarga tarqadi. Dinim va vatanim uchun shiddatli qissas qaynamiga o'zimni atgan biri bo'lishimga qaramay, qiziq jangning taqi boshlanganligini his qilmoqda edim. Xitoylar vahshiylarcha o'ch elib, yop-yeshil tuproqlarimizni qip-qizil qonga bo'yimog'icha bo'ldi qilmaydi. Hayot va mamot haqida o'ylanishga boshladim. Bu dunyoda hech nima baqiy emas tursa, Allohning huzuriga ketishdan nima qo'rqamiz? Şehitlerinin birer joyining jannat ekanligini bilib turib, o'lim maydoniga mardonlarcha ko'krak kirib, sho'ng'ib kirib ketishdan bizni nima to'sib qoladi? O'limalarimiz masjidlarda bizlarning insoniyat ichidan chiqarilgan eng yaxshi ummat ekanligimizni so'zlaydi. Halbuki bizga Xitoyning hukmron bo'lib olganiga, g'arb tarafdagi qarindoshlarimizning yurtini ruslarning ishg'ol qilganiga qarab, o'zimizni beshar ummatdek his qilardim. Xo'rliq ishida qolgan Qutumuzdaki rezil kişiler qadamlarimizni astılatgan, hürmetimiz ve ademiylikimiz imansız bir millet tarafından depsende kılınatkan, arnımız işitki bir ümmetke aylangan edik. Ben geldim Mustafa. Indep geldin Çolpan. Sen mening hayatım, ruhimsin. Senin kılıcını oynatıp düşmanlarını yer işletken kahramanlıkını görüp, sen bilen görüşüşki taqasa buldum. Çolpan, yaxşı gördüğünga başka birini depip al. Mening izdeyen kişim del sen Mustafa. Zulmet baskan dehşetlik kecha osmonga qaradim. Mushundaq kechalarda ko'pikka aylangan arzular va aslimlarni o'yladim. Çolpan, kechalar shirin, lekin haqiqatdan yiroq xayollar bilan to'lgan. Bu kecha ko'ngil berishganlarning kechasidir. Yo'q, men bu kechada qonliq elishlardan boshqa bir narsa ko'rmadim. Menga yaqinlashdi. To'nglab ketgan qo'llarimni alqiniq ilib turib, Keynimiz qarg'ana rengarang xushbiroqlik gullar bilan to'lgan qasr gullik turibdi. deb pichirladi. Bu ishlar yuz berishdan burun o'ylanishni o'ylaydim. Chunki arzu qilgan boshqa armonim yo'q edi. Hozirchi Mustafa? Hozir hammaydan ko'ngil arzularini ata qo'yib qo'ygan vaqt. Chunki jihad bor. Jihad bo'lsin nima bo'pti? Hem düşman bilan elishishga, hem balliq bo'lishga kuching yetadi sening. Çolpan, bu kecha misal zamonimiz emas. Qachon emisi? Buni Alloh biladi. Menga alamni tikilib qaradi va ovozini ko'tarib g'azab bilan: Sizlar o'zinglarni zodi kim chaqlab qoldinglar? O'zinglarcha lekminglab odam bor shu Xitoyni yengalaymiz deb o'ylab qoldinglarmi? To'yimizni qilib bu yerdan ketaylik. Ochiqqina kulib qo'ydim. Uning qo'lini siqib turib: "Biz xotirjam yashalaydigan yanada Sharqdan Xitoy balasi kelyotidi. G'arbdan qizil o'lim qistavotidi. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Ya o'lim, ya ko'rim. Nima ko'rsak, mush yurtni ko'ramiz." O'lim kelmay turib, sening qalbing o'lib bo'pti. deb qo'lini silkib tortib oldi. "Men jang uchun yashayapman." Urush hech narsani to'xtatib qo'ygani yo'q, Mustafa. Gullar bixsuridi, g'unchilar chechaklaydi. Eg'ir oyoq onalar yengiydi. Cho'ponlar tog' bag'rida naqsh to'laydi. Dehqonlar ziroat teriydi va hosil yig'idi. Senchu, kallangda urushdan boshqa narsa bormi? Bajoyiki targi dunyo bo'lib, xilvatda o'ziga butxona silib, ichiga bekinib olgan ahmoq royiblarga o'xshab qopsan. So'zlari ta'sirlik edi. Samimiyat bulqining tamchilaridek illiqlikqa to'lgan hayotdek kishini ertitdi. Peshonamdan ter oqayotganini his qildim. Demak, jiddiylashib, ching'iq nervlarim asta-asta bo'shayotdi. Ko'zlarim oy nurida go'zallik texim namoyon bo'lgan yop-yeshil to'pliklarga tikilib qolgan edi. Namxo'sh, salqin havodan qanog'uch nafas oldim. Seni so'yman Çolpan. Emisi visolimiz qachon? Ishqilib sen o'ylagandan tez bo'ladi. Atlarning kishnashlari, arılarning taraqlishi va boshqa ovozlar anglashga boshladi. Bu yerda medirlayotgan ko'langilarni ko'rdim. Bildimki, kengash yig'ilishiga oz qolgan edi. Buningga ergishibla oldin olg'ili bo'lmaydigan shiddatli voqealarning yuz berishi muqarrar edi. Darhol bu yerdan ketgin Çolpan, dedim. Farishtalardek yengil qadamlari bilan qasrning yon eshig'idan chiqib, tun pardasi ichida g'oyib bo'ldi. Jismi ko'z oldimdan ketgan bo'lsa-mu, uning go'zal simasi, yeshil yoqutdek nurli ko'zlari, oq suzuk yuzi, hayot baxsh kulimsirashlari qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan edi. Bek qasrda cho'ng bir yig'ilish o'tkazildi. Adib ulamolardan margan palvonlargacha yurt cho'nglarining hammasi qatnashgan edi. Sharqiy Turkistonga tava boshqa yurtlardanmi vakillar kelgan edi. Bek so'z boshlab: "Bilishimiz kerakki, tunug'unki jangdan boshqa bo'lmaydi.
Chunki Qumun xalqida emas, butun Turkiston xalqi islomiy qadr-qimmatlarimizning oyoq osti qilinishiga qo'l qo'yishtirib qarab tura olmaydik. Xitoy ofitseri o'zi chiqarib olgan qonunni amaldan qoldirishga urinmadi. Shunga qurolli to'qinishdan boshqa yo'l qolmadi. Ba'zilar bizning harakatimizni ahmoqlik deb ayblabdimish. Ularcha biz ishning oqibatini, xavf-xatarni hisob olmay ish tutibdimizmish. Lekin shunday qilmagan bo'lsak, taslim bo'lsak bo'ladi shu. Boshqa tanlash bormidi ya? Burunmu taslim yo'lini tanlab bakkan edik. Mana dardini hozirgi tartibatimiz. Mag'lub bo'lg'ushining qanchalik past o'ringa tushib qolganligini ko'ryapmiz. Shunga natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar bularga bizning g'azablanayotganligimizni bildirib qo'ymoqdan boshqa tanlashimiz yo'q edi. Yig'in ishtirokchilaridan biri bu voqeaning bir xatolik ekanligi to'g'risida gap qilib, Turkistonliklarda Xitoylar bilan ilishqilik quvvat yo'q. 8 million Turkistonliklar 400 million nüfuzlu Xitoyga taqobil tura olmaydi. Shunga Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga elchi avatib, tinchlik so'kit elib berishga tirishib baqsaq bo'ladi. Balkim zulmni yenikib qolar. Dinimizga va urf-odatlarimizga qarshi chiqadigan qonunlarni amaldan qoldirib qolar. Urush ularni yengilmasligimiz aniq. Shunga siyosat yo'li bilan, ya'ni so'lik yo'li bilan hal qilishimiz lozim, dedi. Bu gapni yig'indagi ba'zi cho'nglar qo'lladi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi oliy hukmdori Jin Shuringa elchilar umk avaz taklifini berishdi. Bu gapni anglagan Xo'ja Niyoz hoji g'azablangan holda barmoqlarini shiltib turib so'zlashga boshladi. Janoblar, agar elchi avazsanlar avatga elchilarninki qo'yga o'xshash bo'g'izlaridan boshqa xabar keladi deb o'ylamanglar. Qumulda odamlarning jajisini berdik. Xitoylar bizni hargiz aql qilib etmaydi. Meningcha bo'lganda urushmoqdan boshqa yo'l yo'q. Tinch yo'l bilan hal qilishning usulini izlab o'tirishimiz vaqt isrofchiligidan boshqa narsa emas. Bu xalqning qinida bir vahshiylik, qotillik, hech qanday sabab bo'lmasa-mu qatl omdan chekinmaydigan bu xalq bir ofitserni odamlar bilan qo'shib yo'qotgan tursak, ahvol qanday bo'lmoqchi sizlarcha? Ondan Xo'ja Niyoz hoji o'rnidan turdi va jaranglik ovozda so'zini davomlashtirdi. 400 million Xitoy deb ketibsizlar. Bu gaplaringlarni xalq anglab qolsa, bu yig'inga musulmonlarga emas, Xitoyga vakolatdan qatnashyapti ekan deb qoladi. Agar eng dastlabki musulmonlarmi sizlardek o'ylab qo'shinlarni odam soniga qarab selishtirgan bo'lsa edi, Alloh bilan qasamki, islom butun yer yuziga tarqalmagan, Allohning bayrog'i ustunlikka ega bo'la olmagan bo'ladi. Sizlar xuddi Alloh taoloninki Allohning izni bilan oz jamoa, ko'p jamoa ustidan g'alaba qildi degan oyatini o'qib, anglab boqmagandek gap qilyapsizlar. Dushmanimizni dinimizga hurmat ko'rsatishga majburlash uchun biz musulmonlar avval o'zimiz Qur'onni yo'l ko'rsatkichi qilishimiz lozim. Qur'on bizning dunyo va oxiratligimizning yaxshi bo'lishiga kafolatdir. Biz dinimizda susishib qolganligimiz uchun, Allohning kitobidan yiroqlashganligimiz uchun Alloh taolo dushmanimizni bizga hokim qilib qo'ydi. Men taki dinim, vatanim uchun intiqom elib Alloh bilan uchrashganga qadar Qur'onni tashlamasga qasam qildim. O'zini musulmon avlodi sanaydiganlar menga ergashsin. Xo'ja Niyoz hoji begning qasridan chiqib, o'lgan Xitoy askarlarining qurol-yarog' ambiriga qarab mangdi. Yig'indagilarmi uning ergashib mangishdi. Menmi qo'zg'alganlarning izidan mengatatdim. Bir yangi ruhning umidsizlikka to'lgan qorong'ulikni yerib tug'ilayotganligini ko'rdim. Xitoylarning ko'pligi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Mujohidlar o'q-dora va qurol-yaroqqa erishish uchun musobaqaga tushgan edi. Xitoylarning odam soni va qurol-yaroq jihatdagi ustunlik haqidagi tashvishlar mujohidlarning oyoqlari ostida ezilib yo'q bo'ldi. Bilarman kishilarcha bo'lganda bu talbilik edi. Jasur odamlarcha bo'lganda yer yuzida hech qanday kuch bu inqilob qo'shinini to'sib qola olmaydi. Allohga qalbining chunqur qatlamlaridan iymon etgan mu'minlar bo'lsa, jihatning o'zlariga farz qilinganligini bilgachga qurolli urushning oxirigacha davom qilish kerakligini tunib ketdi. Ularning vazifasi kufr va tag'utlar bilan ilishishda chekinmay ilgirlash bo'lib, yengish bo'lsa Allohning ilkidagi ishlar edi. O'lim ular uchun arzimas bir narsa edi. Podachilar xalq naqshlarini tovulg'ach, tog'lardan top-top bo'lib tushdi. Dehqonlar yamoq tushgan kiyimlari bilan dod bosgan qorallarini ko'tarib, takbir va tahlil tovulg'ach yetib keldi. Qasrning eng egiz peshtoqlarining biridan qarab o'tdim. Ko'chalar odam dengiziga aylangan edi. Ulug' ajdodlarimiz bino qilgan azon munorlari va qubbalarga tong nuri chechilishga boshladi. Suyimlik yurtimiz yop-yeshil jannatdek bog'lari, yemirilmaslikning simvoli bo'lgan mustahkam imoratlari bilan
oltin tongga ulashgan edi. Aldirab pastga tushdim. Peshtaxtdan tushibla uni ko'rdim. Nima bo'ldi, Cho'lpon? Uning qiyoqdek kirpiklari namlashgan edi. Mağansan? Dedi. Qayg'uliq biqishlari yurakka nashtardek sanjilatdi. Amsichu, Mustafa ot eshakka yem berib, poda beqib qilib qolamdikan deganmi? Hammalar ketisizlar. Shundoq, xo'rliq ishida yashagandan men afzal. Menga uzundan uzun tikilib qaragandan keyin Seni qaytib kelmaydigandeklar his qilyapman. dedi. Menga bo'lgan sevging chin bo'lsa, qalbingga bir ishlar ayon bo'lgan bo'lishi mumkin. Endişe hatta cho'nqur söygünümü charchitib o'tidi. Endişe? Dedim beshimni chayqab. Shundoq, sen yolg'on so'zligim yo'q. Güzelim, haqiqiy sevgi degan o'lmas bo'ladi. Uni endişimi charchitib o'tolmaydi. Sevgi chin, samimiy bo'lsa, mayli beshimizga o'lim kelsin yoki peshonimizga yashash tutilsin, o'xshashil turaveradi, o'zgarmaydi. Chiqishib yelkimga urib qo'ydi va Men ya boshqa ayollardek muhabbatni ta'min etib baxmagan tursam, dedi. Ko'zlarim yiroqlarga tikilgan holda pishirladim. Seni xayol qilish bilan tong atqizgan kechalar go'zal chaqlar edi. Sening nozlanib o'zingni qochirishlaring qalbimni boshqa hayajonga solatdi. Ah, bir bilsam. Shu an yuragim shodlikdan tipirlaydi. Chunki jang maydoniga borganda mening sevgim bilan liq to'lgan bir qalbning borligini bilib turaman. Zulmatlik jang maydonlarini aydınlash uchun seni xayol qilishim yetarli. Sening g'ururing va o'zimning arnumus uchun elishiman. Sharaf, arnumus Alloh taolo bizga ato qilgan ne'matlardandir. Qaytib kelgan chog'imizda to'y qilamiz. Cho'lpon, og'achayimning yana qaytqin. Umo yolg'iz qoldi aqchan. Erlarning hammasi yo'lga chiqdi. Mujohidlarning yo'lga chiqishi bek ahamiyatli bir voqea. Sizlar ko'z yosh qilib o'tirishmay, usul o'ynab, naqsha aytib tantan qilsanglar bo'ladi. İmanı üçün qılınğan jang erlerini tavlab haqiqiy erkek aylandırdı.